Salom, bu bemorning bilan sizning eng ishonchli boshlovchingiz Rora. Sizga Baby Monster yangiliklarini yanada tezroq yetkazishga harakat qilaman. Yangiliklarni hozirroq boshlaymiz. Avvalo, Bemor yangiligi. Yaqinda 1-iyul kuni Forever qo'shig'i chiqdi va shundan beri ularning mashhurligi yanada oshib bormoqda. Like qo'shig'ining maxsus performance videosi 100 milliondan oshiq ko'rishlar oldi. Bu Beymonning 100 milliondan oshgan 5-videosi bo'ldi. Beymon News'da siz uchun eksklyuziv yangilik bor. Ularning fandom nomi nihoyat aniqlandi. Bu katta yangilikni muxbir Rami tayyorlagan. Marhamat Rami. Ha, sizlar bilgan Rami gapirmoqda. Hozir men YG binosi oldidaman. Baby Monster haqiqatan ham ajoyibroq. Zo'r qo'shiqchilar, rapperlar va raqqoslar. Wow, Rami. To'xtang. Yo'q, mayli, davom eting. Maftunkor Beymonning fandom nomi Monsters deb belgilandi. Monsters so'zi Baby Monsterdagi mons va tez, ya'ni yaqin bog'lanish va rissa so'zlarni qo'shilishidan iborat. Bu shuni anglatadiki, Baby Monster va Monsters bir-biriga eng yaqin, bir-biriga suyanadigan va har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan mavjudotlardir. Xo'sh, a'zolar bunga qanday reaksiya bildirdi? Ha, ular ham o'z reaksiyalarini bildirishdi. Farida: menga Monsters juda yoqadi. Asabasi: Monsters bu shunchaki mukammal. Qilib iljayib qoldi xolos. Unda Yang Hyun-suk bosh direktorining munosabati qanday bo'lganini so'rasam maylimi? Ha, maxfiy ravishda qo'lga kiritgan ma'lumotlarimga ko'ra, Monsters degan fandomni eshitgan Yang Hyun-suk bosh direktori shunday degan ekan. Wow, juda zo'r. Tushunarlimiz. Bu mukammal. Ha, tushunarli. Unda davom etamiz. Fandom nomi bilan bog'liq haqiqiy muxlislarning munosabati qanday? Ha, ana bu yerda kim ko'rsa ham Monsters ekanligini bilib turadigan kishi bor ekan. Ularni taklif qilib bir intervyu o'tkazib ko'ramiz. Salom. Yo'q, doim men biroz hayajondaman. Salom. Sizlar Beymonning fanatiga o'xshaysizlar. To'g'ri topdimmi? Ha, men Faridning fanatiman. Negadir unga juda ham o'xshab ketarkansiz. Rustammi? Oh, xudoyim, Farida chiroyliroq, iqtidorliroq va yoqimtoyroq-ku. Marhamat qilib o'zingizni tanishtira olasizmi? Salom, mening ismim Ahyon va guruhda eng ko'p Ahyonni yaxshi ko'raman. Siz ham Ahyonga juda o'xshab ketarkansiz. Qo'ysangizchi, o'xshamayman. Hattoki uning ba'zi bir harakatlari sizda ham bor ekan. Hozir yana bir savol so'rayman. Siz Beymonni fandom nomini eshitganingizda qanday his qildingiz o'zingizni? Unelarimiz bizga nom berishgina juda zo'r bo'ldi. Ehyon, sizchi? Men ham. Juda ham uyatchan ekansiz. Mayli, so'nggi savol. Siz Beymonni qandaydir xislati bilan maqtana olasizmi? Albatta, buni bilasizmi? Kim Baby Monsterni chiroyli deb bilsa, qo'lini kesarsan deb so'rashganda, u shunaqa men deganda. Yana bitta savol bersam maylimi? Agar sizning Beymondan sevimli qo'shig'ingiz bo'lganda, u qaysi bo'lardi? Albatta, bizning sevimli qo'shig'imizni ay. Ozgina uyalaman. Bugun biz esda qolarli darajada Beymonni eslatadigan Monsterslar bilan intervyu qilgan edik. Kelajakda Beymon va Monsters o'rtasidagi yaxshi aloqalarni kutib qolamiz. Shu paytgacha YG ofisi oldida siz bilan muxbir Rami edi. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat muxbir Rami. Endi esa Anchor mehmoni, maxsus suhbat vaqtimiz. Bugun 4 yillik tajribaga ega K-pop yo'nalishida mutaxassis Asaxonimni taklif qildik. Salom Asaxonim. Salom. Iltimos o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Salom. Yana bir marta iltimos qilib aytaman. O'zingizni tanishtira olasizmi? Ha. O'zingizni qo'lga oling, xonim. Salom, men bu hududdagi eng zo'r K-pop mutaxassisi Kim Asaman.